подпискаlar. Mana navbatdagi mebelimizni Samarqand shahar Chortoqqa qo'yib berdik. Buni joylashtirib berganimizda 6 metrga 240 banarlikda kirishlanishini, xolodilnikini, kiyimlar vitrinani, keyin moykasini qo'yib berganmiz. O'rtaga gaz plitasini tushirib berganmiz. Chetga pinal qo'yib berganmiz. Xo'p, bunga ishlatgan materiallarimiz bizlardan ketgan akril, kashin akril, ustlariga rossiyskiy sarashisa 4 cm-ligi, keyin chetlariga bir ekran qo'yib berganmiz stanokda. Bular ham stanokda bo'lgan. Xo'p, bunga bizlardan bonus ketgan mashina moykasi, mana qara sushilkasi, vakuum mexanizmlar, tortmalargacha vakuum mexanizmi ishlatganmiz. Yana bu yerga ham tandem mexanizmi qo'yib berganmiz, katta tortma tushirib berganmiz. Bizlar 6 metrdan ziyod bo'lgani uchun demaxodni ham bonus qilib berdik. Ko'rsangiz bo'ladi sensorni. Bizlar o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib qolasizlar kommentariyada. Agar katalog kerak bo'lsa, описаниеda yoki kommentariya boshiga belgilab qo'yamiz. Xo'p, bunga ishlatgan mexanizmlar samet mexanizm bo'ladi. Garantiyalarni qo'yib berganmiz. Buni vakuumli davolchi tortmalargacha vakuumga qo'yib berganmiz. Agar sizlarga ham bizning xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Kataloglarimizni Telegram kanalimizda ko'rsangiz bo'ladi. Telegram kanalimiz ссылкасini kommentariyaga yoki описаниyaning boshiga belgilab qo'yamiz. Agar sizlarga ham bizning xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Samarqand viloyati bo'ylab dostavka ustanovkalarimiz hammasi tekin. Bundan tashqari boshqa viloyatdan bo'lsangiz, kelishilgan holda